Alo. Allo, assalomu alaykum. Nasibaxon ona, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Minnatdorman. Sanadamda sizga dilnomalarim loyihasidan to'g'ridan-to'g'ri jo'li efirdan bog'landik. Mina boshlovchi mushtariy bilan aloqadasiz. Bugungi tavallud ayyomingiz shodiyona, shukrona kuningiz. Yangi yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim 100 yoshlarni qarshi oling, takror hojona bo'lib yuring. Shunday chiroyli, quvonchli kunlaringizda bizga juda ko'p she'riy nomalar, tabrik xatlari yetib kelgan. Shu o'rinda savol berib o'tmoqchiman. Qaysi bir mehribonlaringiz, yaqinlaringiz bizga murojaat etgan bo'lishlari mumkin. Tamam. Albatta, qizlaringiz orasida. Dilfuza qizim dedi. Kenja qizim. Bu sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi qizalog'ingiz Feruzaxon opa nomidan qabul qilar ekansiz. Rahmat. Ushbu tabriklarga kuyov o'g'lingiz Alisher aka, nabirajonlaringiz Azamjon, Shohnozaxon, Gulnozaxon, Dilnozaxonlar ham qo'shilishar ekan. Xudoga shukr. Ilohim hammasi baxtli bo'lsin. Chiroyli yashashsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Ijozat berib bo'lsangiz, qizalog'ingizni siz uchun yo'llagan chiroyli tabrik xatlarini e'tiboringizga havola etsam maylimi? Minnatdormiz, marhamat tinglang. Assalomu alaykum, beminnat mehribonim. Allohimni bergan in'omi, suyanchig'im onajonim, mening farishtam, go'l yuzligim. Tug'ilgan kuningiz takror bahoringiz muborak bo'lsin. Bizni dunyoga keltirish uchun qancha azoblarga, qancha og'riqlarga bardosh bergan sabrligim, bizni deb ko'rgan azoblaringiz, ulg'ayishimiz yo'lida chekkan mashaqqatlaringiz evaziga Allohim Firdavs rayyon jannatlari bilan siylasin. Payg'ambarimizni muborak qo'llaridan